Denov tumanida judayam ko'tarinki kayfiyat, o'quvchi yoshlarimiz chempion bo'lib, yuqori o'rinlarda oltin medal bilan o'zini jonajon vatani O'zbekistonni obro'yini yuqorilarga ko'tarib qaytdi. Shu nuqtai nazarda joriy yilning 23-aprel kuni Xitoy davlatida 7-11 yosh o'quvchi yoshlar o'rtasida mental arifmetikasi bo'yicha Xitoy xalqaro olimpiada musobaqasida 5 ta davlat o'rtasida 100 dan ortiq o'quvchilar qatnashdi. Denov tuman Barkamol avlod bolalar maktabining mental arifmetika to'garak a'zolari tumanimizning 96-maktab Rustamov Azizjon, Ismoilova Salimalarning g'oliblari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularni bugungi yutuq bilan chin dildan tabriklaymiz. Mental arifmetika bo'yicha oltin medal oldimiz, buni xabarni eshitdik. Xitoy xalqaro olimpiada musobaqasiga 96-maktabning 5-sinf o'quvchisi Rustamov Azizjon ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Men Rustamov Azizbek mental arifmetika bo'yicha Xitoy davlatiga China shahriga borib, birinchi o'rinda olib keldim. Raqiblarim juda ham kuchli edi. Men oldimga maqsad qo'yib, O'zbekiston davlatiga birinchi o'rinda olib keldim. Ismoilova Salima qizimiz ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Xitoy davlatiga borib, faxrli birinchi o'rinda olib keldim. Meni raqiblarim juda kuchli edi. Shunga qaramay, men birinchi o'rinda olib keldim. O'zimning davlatimga oltin medalni qo'lga kiritib keldim. Mening bu ikki o'quvchim mental arifmetika yo'nalishi bo'yicha Barkamol avlod bolalar maktabida to'garakka qatnashib, bir necha yillar mobaynida shu yo'nalishda shug'ullanib, tuman bosqichlaridan g'olib chiqib, hozirda Xitoy davlatining China shahridan 5 ta davlat o'rtasida bo'lib o'tgan mental arifmetika olimpiadasida birinchi faxrli o'rinlarni egallab, yurtimizga qaytishdi. Hamda prezidentimiz shu darajada bizlarga imkoniyat bergan, Barkamol avlodni yo'lga qo'yib, bizlarni shu yo'nalishlarda ishlashimizga shart-sharoit yaratib bergan prezidentimizga ham alohida rahmat deb o'tamiz. Meni farzandim mental arifmetika yo'nalishiga avvaldan juda ham qiziqardi. Barkamol avlod maktabidagi mental arifmetika yo'nalishi bo'yicha tayyorlanishga qo'ydik. Mana tayyorgarliklari ustoziga ming rahmat, shuncha bilim berganligi uchun. Har qanday ota-ona bunday sharafga muyassar bo'lishi kerak deb o'ylayman, chunki juda ham xursandmiz, hayajondaman juda ham. Xitoy davlatida musobaqaga qatnashib, mana o'g'lim faxrli birinchi o'rinni olib keldi. Bundan hammamiz xursandmiz. Oltin medal bilan qaytdi.